Alloh taolo o'zi Qur'oni Karimda Laylatul Qadrning fazilatini hatto payg'ambarimiz alayhissalomda o'zlari ham bilmasligini ta'kidlab aytadi. Estaizu billah, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Va ma adraka ma laylatul qadr. Ya'ni Alloh taolo aytayaptiki, biz Qur'oni Karimda Qadr kechasida nozil qildik. Sizga Qadr kechasi nimani bildirdi? Ya'ni siz Qadr kechasi degandan nimani bilasiz deb payg'ambarimiz alayhissalomdan Allohning o'zi so'rayapti. Rasulimiz alayhissalom Alloh bildirgan narsani biladilar. Alloh taolo shu savolni beryapti. Sizga Laylatul Qadr nimani bildirdi? Va orqasidan o'zi javob berib aytayaptiki, Alloh Laylatul Qadr xayrum min alf shahr. Qadr kechasi u 1000 oydan yaxshiroqdir. 1000 oy. Bu deyarli 83 yildan ko'p, 84 yil degan. Ya'ni kim mana shu kuni bitta duo qilib qo'ysa, 83 yildan ko'p vaqt, ya'ni 84 yil duo qilganda savobini oladi. Kim ko'zidan bir tomchi yosh chiqarsa 84 yil Alloh uchun yig'lagan bo'ladi. 2 rakat namoz o'qisa mana shuncha savob oladi. Va yana bu kunda fazilati, u kuni osmondan butun farishtalar va Jabroil alayhissalom yerga tushadilar. Fiha bi izni robbihim min kulli amr. Ya'ni o'sha kunda hammasini qo'llarida ish bilan, ya'ni amr qilingan taqdir bilan tushadi deydilar. Ya'ni o'sha bir yilda butun mo'min bandalarni taqdiri belgilanadi o'sha kuni azizlar. Bizni qadarimiz, o'sha kuni rizqimiz belgilanadi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ertalab bomdodgacha toatda, ibodatda turganlarga salomlar bo'lsin. Bu kecha ziyofat qiladigan, maishat qiladigan kecha emas azizlar. Bu kecha uyda, oila davrasida, toatda, ibodatda duo qiladigan kecha. Tafakkur qilib aytishimiz kerakki, yer yuziga butun farishtalar tushar ekan. Bugun sizni xonadoningizga ham Allohning farishtalari tushadi. Endi tasavvur qiling, uyingizga eng nozik odamni aytaylik, bir siz uchun juda hurmatli bo'lgan insonlar mehmon bo'lib kelsa, siz ularni tashlab boshqa joyga ketmagan bo'lardingiz. Qadr kechasida o'tirib, er xotin bir-birimizdan rozi rizolik qilib, uzr ma'zur qilaylik. Farzandlar otasining, onasining duosini olib, ularni rozi qilsin. Ota-onalar farzandlar haqqiga, aka-ukalar, xonadon a'zolari bir-birimizni haqqimizga duo qilaylik. Uyimizda ham dasturxonga katta e'tibor berib, ayollarimizni bir oshxonada ko'p ovqat qilishlikka mashg'ul qilib qo'ymasligimiz kerak. Aksincha, yengilroq taom bilan, ko'proq zikr bilan, ko'proq duo bilan o'tirmoqligimiz kerak. Keling azizlar, Qadr kechalari mana shu oxirgi 10 kunlikka yashirilgan ekan. Har kuni izlashimiz kerak, lekin ko'p kitoblarimizda 26 dan 27 ga o'tar kechasi ta'kidlanganligi uchun juda ham katta ahamiyat beriladi ko'pchilik musulmonlar tomonidan. Shunday bo'lsa-da, uyimizda, oilamizning davrasida ota-onamizning duosini olish imkoniyatida duo